Lamborghini Urus olmoqchi bo'lganlar bor. Narx qiziq bo'lsa oxirigacha ko'ring. Akalar, bitta murdasini ko'ringlar. Aylantirib bitta ko'rsataman. Bo'yi bor-ku, rasa chiqsa 80 chiqanda. Murdasini qaranglar. Yangisidan akalar, kabriolet sistema. Usti ochiladi. Buni minib olganingizdan keyin bor-ku. Voy bu o'kirib yuboradi-ku bu. Jabralarga e'tibor berib qo'yinglar. Voy mashalloh. Pastligini qaranglar. Meni bo'yim 183 bo'lsa, meni yarimimda akalar. Endi 80 chiqsa chiqadi, bo'lmasam chiqmaydi-da. Bu turishiga e'tibor beringlar. Birodarlar, Koreya avtobozorda mana shu yerda Telegram kanallarini, Instagram kanali, TikTok kanallarigacha, YouTube'ni ham qo'yib qo'yaman borani. Agar siz Koreyada mashina olmoqchimisiz, shu kanaldan bemalol kirib olsangiz bo'ladi. Agar siz Koreyada mashina sotmoqchimisiz, bemalol besplatniy hammasiga qo'yib beradi. Telegram kanaldagi adminga yozasizlar, chiroyli qilib hamma kanallarga qo'yib beradi. Mana shunaqa Kia mashinalar olmoqchimisiz, bemalol murojaat qiling. Sizni ham mashinalaringizni qo'yib qo'yamiz. Akalar, manfaatli bo'layotgan bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar, Koreyadagilarga tashab qo'yinglar, mashina olmoqchi bo'lgan, mashina sotmoqchi bo'lganlarni ashitda kutib qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mashinaning narxini aytish esimdan chiqib qoldi. To'g'risi men ham bilmayman. Agar sizlar bilsanglar, narxini yozib olinglar akalar kommentariyaga. Men ham bilib olardim sizlar bahona.